Hozir bir obunachimdan savol kelgan, juda ham qiziqarli. Hozir eshitinglar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qiz boladan mazok olinadimi yoki faqat ayollardanmi? Ginekolog mendan ingichka tayoqcha bilan oldi. O'sha payt mesishniy bo'lgan edim. Hech qanday ta'siri bo'lmaydimi? Bokiralikka men qiz bolaman deb yozibdilar. Birinchi o'rinda mazok nima payti, nima sababdan olinadi? Keling, bu haqda hozir gapirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Mazok qaysi payt olinadi? Agar sizda ajralmalar qindan, hidli, badbo'y, rangi o'zgargan, deylik sarg'ish, yashil sifat yoki ko'piksimon bo'layotgan bo'lsa, albatta sizlarda mazok olinadi. Bu to'g'ri, qiz boladan biza mazok olamiz. Faqat hayz payti olinmaydi. Hayz payti. U hayzdan tashqari, o'sha ajralmalar kelayotgan paytda olinadi. Bitta nuqtadan tashqaridan olinadi. Hozirgi kunda mana shu savollar kelmasligi uchun, bo'lmasligi uchun biza shaxsan o'zimni gapirsam, qizlar kelsa shikoyatlari bilan o'sha qiz bolali bokiralikni saqlagan holda destinniy mazok degan bor. Biza qizga tushuntiramiz, qiz bolaga qanaqa olishni. Stiklo beriladi va paxta beriladi. O'zi ostidan artib o'sha stikloga surtadi. Va bunda hech qanaqa biza palochka ham, hech qanaqa narsa ishlatilmagan va 100% o'ziga ishonib qizimiz ketadi. Bu hozir savolga to'xtalsam, hayz payti olinmaydi. Qiz bolalardan albatta mazok olinadi. Mazok bizga nima beriladi? O'sha biza diagnostika qilishimiz uchun, tashxis qo'yishimiz uchun va buning sababi. Agar sizda deylik bakteriya chiqsa, garnirella chiqsa, kandida chiqishi mumkin. Shuni turiga qarab sizga keyingi etapda yana tekshiruvlar etiladi. Misol uchun gijadan bo'lishi mumkin. Agar ichingiz qotayotgan bo'lsa, ichida mikroflorangiz bo'lsa, ichingiz bilan, oshqozoningiz bilan shug'ullanib va qanday mikroflora o'zgaradi. Shuning oqibatida ikkita kompleksli lecheniya qilishimiz mumkin. Bizga juda ham ko'p ma'lumot beradi bu mazok. Mazok eng birinchi qadam hisoblanadi va keyingi qanaqa tekshiruvlardan o'tishimiz kerak va sizga nima tashxis qo'yib, o'shani oqibatida qanday davolashimiz kerak, bizga to'g'ri yo'l ko'rsatib beradi. Lekin yana bir bor aytyapman, hayz payti mazok olinmaydi. Bu noto'g'ri. O'sha qindan kelayotgan ajralma paytida olinadi. Qiz bolalarda yana bir marta hozir yana qaytarib o'taman, o'ziga tushuntirilgan holda stikloga paxta orqali o'zi olib beradi. Chunki mana shunga o'xshagan savollar bo'lmasligi uchun. Bu qizimizga endi javob berishim misol uchun albatta qizlik pardangiz butun qolgan, chunki ginekologlar juda ham tajribali, o'zi qayerda nima joylashgan, qayerdan olishni juda ham yaxshi biladi. Men o'ylaymanki, bu yerda sizda bokiraligingiz saqlanib qolgan. Keyingi gal, albatta sizda shikoyatingiz bo'lyaptimi, o'sha payt qindan ajralma kelyaptimi, borib ginekologga borib o'sha mazok olganinglar ma'qul. Mazok hamma yoshdagilar topshirishi mumkin. Даже 3 yosh, 4 yoshli qizlar ham oldimga keladi. Onajonlari shikoyat qilib keladi. Tursiga sarg'ish, yashil sifat, hidli bo'lib qoldi. Mazok oling, nima qilaylik, nima davolasam bo'ladi. Albatta yosh qizlarimizni ko'proq biz gijiga ko'proq biz shubha qilamiz. Ham infeksionist bilan davolanadilar, pediatr bilan va o'zimiz tomonidan o'sha olingan mazok topshirilib, biza местный mahalliy malhamlar berib va ichki kompleksni tozalab bu qizlarimizga yordam beramiz. Chunki agar bu mazokni topshirmasa, biza lecheniya qilmasak, keyin bu yosh qizlarimizda o'sha siyganda achish va bu badbo'y hidli ajralmalar ko'payib ketadi va boshqa asoratlarga ham olib kelishi mumkin. Deylik, sinixiyalik olib kelishi mumkin. Va buyraklarda qandaydir shamollashlarga, sil yo'llarida shamollashlarga olib keladi. Shuning uchun albatta bu yosh tanlanmaydi. Agar sizda ajralma kelayotgan bo'lsa, ginekolog ko'rigiga borib, bemalol sizlardan to'g'ri mazok olinib o'rgatiladi. Hech qanday bokiralikka jabr, o'sha putur yetkazmasdan. Kanalimga obuna bo'ling, kerakli ma'lumotlarni shu kanalimdan olasizlar.